Detektor yordamida tekshirganimizda oshqozonda sim borligi aniqlandi. Bu holatda ikki xil yo'l bilan oshqozondagi simni olib tashlasa bo'ladi. Birinchisi operatsiya yo'li bilan qo'l yordamida olib tashlanadi. Ikkinchisi zond yordamida. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir zond yordamida ichkaridagi simni olish jarayonini ko'rsatib beramiz. Hozir zondni yutkazdirib qo'yildi. Sigirni ichida yarim soat, 1 soat davomida zond ichkarida yotadi. Sigirni iloji boricha ko'proq harakatlantirib turamiz. Birinchi marta tashlanganda hozir mayda toshlar chiqdi. Ikkinchi marta yuborildi. Endi natijasini ko'ramiz. Chorva hayvonlaringizda bu holat kuzatilmasligi uchun oziqasiga e'tiborli bo'ling. Oziqasiga qo'shilib shunaqangi simlar ketib qolmasin.